Bir soatni o'zida qo'lini 20 marta yuvdi va nihoyat qo'llari toza ekanligiga ishondi. Emre o'qidi tufayli butunlay boshqa odamga aylanib qolgandi. Avvalgi Emre allaqachon g'oyib bo'lgan. Eshik qulflanganmi, yo'qmi, kuniga 20 marta tekshirardi. Undagi vasvasa va xavotirlar uni butunlay o'z nazoratiga olgandi. Diniy masalalarda esa ahvol yanada yomonlashardi. Bir kuni u men juda yomon odamman deb o'yladi. O'ziga achchiqlanib dedi: "Nega din haqida bunday xunuk fikrlar paydo bo'lyapti? Endi musulmon emasmanmi?" Tashvishlanib, kuniga 7 marta shahodat kalimasini keltirdi. O'sha fikrdan qutulishga urinib har safar yig'lardi. U maktabga borishni ham, do'stlari bilan uchrashishni ham istamaydigan holatga kelgandi. Faqat o'zidagi xavotirlar va takrorlanayotgan fikrlarga e'tibor qaratardi. Hayot unga og'riqli tuyulardi. Namoz o'qish ham unga yengillik bermasdi. Ba'zan namozini 5 marta takrorlab o'qirdi. Qabul bo'lmayaptimi deb o'ylardi. O'ziga doimo toza kiyimda bo'lishim kerak deb aytardi. Shuning uchun har tahorat qilganida kiyimini qayta almashtirardi. Bunga bir yechim topilishi kerak edi. Tez orada Emre uning dunyoqarashini butunlay o'zgartiradigan narsani biladi. Emre bunga ortiq toqat qila olmasdi. U namoz o'qishni to'xtatishga va diniy masalalardan uzoqlashishga qaror qildi. Bu bezovta qilayotgan fikrlardan qutulaman deb umid qilgandi. Bunday yomon fikrlar bilan Alloh huzuriga chiqa olmayman, urinmaganim yaxshi dedi u. Ammo u asl ma'noni tushunmayotgan edi. Bu aynan shayton istagan narsa edi. Aslida Emre allaqachon shayton tuzog'iga tushgandi. Bu shubhalar aslida shaytonning hiylasiligini bilmasdi. Bir kuni telefonidan foydalanayotganda kontaktlardan bir ism uning e'tiborini tortdi. Yoqub, u maktabdagi bilimli va yaxshi insonlardan biri edi va doimo kitob o'qirdi. Unga xabar yozib, bu haqida biror kitob bormi deb so'rash to'g'ridek tuyuldi. Do'stining javobini o'qigach, juda quvondi. Yoqub ko'plab odamlar shunday holatni boshdan kechirishini aytdi va bunday turli tuman fikrlar xayolni egallashini shaytonning vasvasasi dedi. Yana bu vasvasalarni yengishni yo'lni o'rgatadigan kitobni tavsiya qildi. Uning do'sti bu mavzuda maxsus tadqiqot olib borgandi. Emre darhol kitob do'koniga borib o'sha kitobni sotib oldi. Kitobni qo'liga olar olmas ko'zlari chaqnab ketdi. Barcha qo'rquv va xavotirlari yo'qolgandek edi. Chunki hech bo'lmasa qandaydir umid bor. Kitobning kirish qismi shunchalik samimiy boshlangandiki, Emrening yuragini yumshatdi. Kitobning kirish qismida vasvasa kulfat bilan qiyoslangandi. Unda aytilishicha, agar u bu fikrlarga e'tibor bersa, ular kuchayadi, ammo e'tibor bermasa sekin-asta so'nib yo'qoladi. Haqiqatan ham undagi vasvasalar juda kuchaygandi, chunki u ongida ularni kattalashtirgandi. Kitob Emreni ilm izlashga va o'rganishga undadi. Chunki qolgan boblardagi ma'lumotlar yordamida vasvasalarni yenga olish aytilgandi. Vasvasaning eng katta dushmani uning aslida nima ekanligini bilmaslikdir. Kitobning kirish qismini o'qib bo'lgach, Emre Yoqubni qahvaxonaga taklif qildi. Kitobni do'sti bilan birga o'qib, u yordamlashishini istadi. Ular qahvaxonada uchrashishdi. Kitobning bir qismi Emrega ancha taskinlik berdi. Chunki o'sha yomon so'zlar uning qalbidagi so'zlar emasdi. Kitobda aytilishicha, bu fikrlarning manbai shaytonning o'zi. Chunki Emrening qalbi allaqachon uning vasvasasidan ta'sirlangandi. Unda qanday qilib bu fikrlar uning o'ziniki bo'lishi mumkin? Eng muhim narsa aslida bu dushmanni tanishdir. Agar Emre shaytonni taniganida, o'z vasvasalarining aksariyatini yenga olardi. Kitobda aytilishicha, shayton inson tasavvuridan foydalanib unga shubhalar soladi. Bu jumlalarni o'qigach, Emre o'ylab qoldi. Agar uning ongidagi yomon fikrlar shaytonning o'yini bo'lgan bo'lsa, shunda o'zini tutishi va g'azablanishi katta xato edi. Demak, o'sha yomon so'zlar, xayollar qalbimdan chiqmagan ekan, ular shaytongagina tegishli ekan dedi u chuqur xo'rsinib. Do'st kulib dedi: "O'sha fikrlar seni xafa qilib yig'layotganingning o'zi yaxshi insonligingdan dalolatdir. O'ylayotgan narsalaringdan xafa bo'lishing qalbing pokligini ko'rsatadi. O'ylab ko'r. Imonsiz odam bunday narsalar haqida tashvishlanishi mumkinmi?" Emre bu so'zlarni eshitib ancha yengil tortdi. Kitobni o'qishda davom etdi. Kitobning 2-bobi shaytonning boshqa tuzog'i haqida so'zlardi. Avvalgi shayton odam qalbiga shubha soladi. Va agar bu ish bermasa, xayoliga yomon tasvirlar va yomon so'zlarni keltiradi. Bu aynan Emrening boshdan kechirayotgan narsa edi. U xayoliga kelgan yomon so'zlar, tasvirlar sabab deyarli namoz o'qiy olmay qolgandi. Do'sti Yoqub unga ushbu misolni keltirdi. Agar xayolingda o'g'irlik qilayotgan bo'lsang, bu seni haqiqiy hayotda ham o'g'ri qiladimi? Seni qamoqqa solishadimi? Yo'q, dedi u kulib. Ko'rding, tasavvur qilish boshqa, qabul qilish boshqa.
Hayolingga kelgan narsa uchun senda muammo bo'lmaydi, to'g'rimi? Endi Emre bu hayollar umuman zararli emasligini tushundi. Haqiqiy xavf bu vasvasalar zararli ekaniga ishonishdir. Ushbu bobning qolgan qismi ongimiz, tasavvurimiz va qalbimiz o'rtasidagi bog'liqlik haqida edi. Bir tuyg'u qalbimizdan chiqqanda, uni avval tasavvur qilamiz, keyin ongimizga yetib boradi. Masalan, inson go'zal narsalar, din haqida o'ylaganda uning ongiga yomon xayollar kelishi mumkin va o'zini yomon his qilishi ham mumkin. Ular xavotirlanib so'raydilar, nega yaxshi fikr yomonini keltiradi? Bizga ta'sir qilgan har bir voqea yoki o'tmishda qilgan xatolarimiz ongimizga izini qoldiradi. Shunda qalbimizda diniy va yaxshi bir fikr bo'lganida, ba'zi tasavvurlar ongimizda o'z-o'zidan paydo bo'ladi. Shubhalarga moyil odam ongidagi bu yomon manzaralarni o'z xatosi deb o'ylaydi va o'zini aybdor his qiladi. Emre kitobdagi bu chuqur ma'nolarni tushunishga harakat qilardi. O'sha payt Yoqub sumkasidan bir varoq qog'oz chiqardi. U eski, iflos va yirtilgan edi. Emrega berdi. U shu teshiklar orqali quyoshga qara dedi. Emre boshida nima bo'layotganini tushunmadi. Do'sti unga nimadir ko'rsatmoqchi deb o'yladi va teshiklar orasidan quyoshga qaradi. Yoqub davom ettirdi. Qo'lingdagi qog'oz juda iflos. Ushbu teshiklardan qaraganingda kir senga yoki quyoshga zarar yetkazyaptimi? Seni ham iflos qilyaptimi? Emre yo'q dedi. Ba'zi tasavvurlar ongimizda hali ham saqlanib qolgan. Agar biz qalban yaxshi hislar haqida o'ylasak, bu qog'ozdagi kabi tartibsiz tasvirlar orasida bo'lsa ham muammo yo'q. Emre hayron qoldi. Bu xayollar zararli emasligini bilishi kerakligini tushundi. Keyin ular qafaxonadan chiqib, atrofi daraxtlar bilan o'ralgan bog' tomon yurishdi. Yoqub kitobning 3-bobini o'qishni boshladi. Bu yerda kitob qisqa bir mantiqni tushuntirib beradi, dedi u. Barcha narsalar orasida ingichka, ipga o'xshash bog'liqlik mavjud. Hatto to'liq qarama-qarshi narsalar bir-birini tezda eslatishi mumkin. Emre so'radi, bu nimani bildiradi? Yoqub, men qora rang deganimda nima birinchi xayolingga keldi, dedi. Emre oq deb javob berdi. Hayotda ular tamoman har xil ranglar bo'lsa ham, hayolimizga juda tez keladi. Tushunchalar turli yo'llar bilan bog'langan. Ongimiz xohlamasak ham birdaniga tasodifiy va aloqasiz ko'rinadigan mavzularga sakrab ketishi mumkin. Masalan, namoz o'qiyotganimizda yomon o'ylar xayolimizga kelishi mumkin, lekin bu gunoh emas, yechimi esa oddiy. Bu haqida tashvishlanish kerak emas. Bunga oddiy qara va e'tibor berma. Xavotir to'xtasa, muammo ham yo'qoladi. Emre shaytonning yana bir hiylasini bildi. U qiziqib ketganidan darhol 4-bobni o'qishni istadi. 4-bob namoz bilan bog'liq xavotirlar haqida edi. Masalan, namozim yoki tahoratim qabul bo'lmasa-chi degan. Yoqub kitobni o'qib, misollar bilan tushuntirib berdi. U Emrega islomda nimadir go'zal yoki xunuk bo'lishi Allohning nazdida qandayligiga bog'liq dedi. Ya'ni Alloh bizni pok deb sanagani uchun biz pokmiz. Doimo yuvinganimiz uchun emas. Agar Alloh uni yaxshi deb bilsa, demak u yaxshi. Alloh sening namozingni qabul qiladi va uni go'zal deb biladi. Shu paytda Emre gapini to'xtatdi. Lekin men har doim tahoratim to'g'ri bo'lmaganidan xavotirlanardim. Yoqub, agar tahorat qilganingga ishonib, shuni niyat qilib namoz o'qisang, hammasi joyida. U mukammal bo'lmasa ham Alloh uni go'zal deb biladi va qabul qiladi va seni mukofotlaydi. Sen qo'lingdan kelganini qilgansan. Nimadir yetmayotgan bo'lsa ham Alloh qabul qiladi. Aytganimdek, Alloh nima go'zal bo'lsa, shuni qabul qilguvchidir. Shuningdek, Qur'on va sunnat fiqh nuqtai nazardan bajarilishi kerakligini ko'rsatadi. Eski qoidalarni bilmasliging uchun o'zingga yangi qoida yaratasanmi? Bu qanchalik to'g'ri deb o'ylaysan? Buni eshitgan Emre yana yangi narsalarni tushunib oldi. Men faqat tashqi omillar haqida o'ylayotgan edim. Asl maqsad Allohning sevgisiga erishishdir. Men zaifman va kam bilimliman. Namoz uchun tahoratim yetarli, kiyimlarim toza ekaniga ishonsam, shuni o'zi kifoya. Namozim to'kis bo'lmasa ham bunda muammo yo'q. Alloh uni qabul qiladi. Hamma narsani ham mukammal qila olmayman. Aslida Alloh mening tahoratim va toza kiyimlarimga muhtoj emas. U faqat men unga itoat qilishga harakat qilayotganimni ko'rishni istaydi, dedi. Do'sti unga qarab, bu haq gap, dedi. Din osonlik emasmi? Alloh bizga narsalarni oson qilishni istamaydimi? Unda nega biz o'zimiz qiyinlashtirishimiz kerak? Islomda o'z harakatlaring bilan maqtanish va qanchalik yaxshiligidan g'ururlanishingdan ko'ra hammasini to'g'ri qilganmanmi deb savol berish, kamtar bo'lib namoz o'qish yaxshi. Shunda xavotirlanmasdan namoz o'qib, inshaalloh Alloh uni qabul qiladi deyish mumkin. Emre deyarli barcha savollarga javob oldi. Oxirgi aytganlarga yanada qiziqib, kitobni qo'liga olib, o'zi o'qishni boshladi. Oxirgi qism iymonimni yo'qotdimmi degan xavotir haqida edi. Emre ham bu borada qiynalayotgandi. Iymoni bilan bog'liq savollar kelganda u dindan chiqqanidan xavotirlanib, doim shahodat kalimasini takrorlab turardi. Kitobda aytilishicha, inkor haqida o'ylash aslida uni haqiqatda inkor etish bilan bir xil emas. Ushbu fikrni tasavvur qilish, o'ylash yoki gapirish bilan uni qalb bilan qabul qilish har biri alohida narsalar.
Do'sti Yoqub Emredan boshqa savol so'radi. Masalan, sen guruhingni qo'llab-quvvatlash uchun stadionga kelding va o'yinni diqqat bilan tomosha qilyapsan. Lekin raqib jamoaning madhiyasi xayolingdan ketmayapti. Bu raqib jamoani qo'llab-quvvatlayapsan deganimi? Emre albatta yo'q dedi. Shayton ham shunday doimiy xayolingizda o'ynab turadigan yomon so'zlar yoki seni islom haqida shubhalarga soladigan, agar shunday bo'lsa-chi, bunday bo'lsa-chi kabi savollarni shivirlaydi. Shunda diningdan uzoqlashma. Bu seni yomon tomonga o'zgarding degani emas. Emre misol yordamida holatni yaxshiroq tushundi. Do'sti davom ettirib yana boshqa savol berdi. Kitobning davomida yanada yaxshiroq misol bor. Shu savolni hozir senga bersam va nima deb o'ylashingni bilsam, ertaga quyosh chiqadi deb o'ylaysanmi? Emre kulib, qiyomat kuniga qadar albatta chiqadi dedi. Yoqub, yaxshi, agar men ertaga quyosh chiqmaydi deb aytsam-chi, biz endi nimadir qilishimiz kerak. Nima deysan? dedi. Emre unga, bu qayerdan chiqib qoldi? Buni isboti bormi deb so'rayman. Sababsiz xavotirlanish mantiqsizdir. Do'sti davom ettirdi. Aslida 5-bob shuni tushuntiradi. Agar isbot bo'lmasa muammo ham yo'q. Agar bu to'g'ri bo'lsa yoki bu rost bo'lsa kabi savollarda isbot yo'q. Islomda hamma narsa isboti bilan keladi. Ammo bu shubhalarning hech qanday isboti yo'q. Shayton shunchaki sababsiz gapiraveradi. Emre butunlay yengil tortdi va xuddi yelkasidan tog' ag'darilgandek bo'ldi. Lekin uning oxirgi savoli bor edi. Yaxshi, unda nega Alloh bizni muammoga soluvchi ushbu shubhalarni yaratdi? Do'sti javob berdi. Xo'sh, shaytonning vasvasalari odamlarni namozni yanada jiddiyroq o'qishiga va eng muhimi, ular bizni islom ilmini o'rganishga ham undaydi. O'ylab ko'r. Agar bu shubhalaring bo'lmaganida, sen hozir bu yerda o'tirib, dinimizda bir atamaning ma'nosini o'rganishga urinmayotgan bo'larding. Ehtimol bu shubhalar bo'lmaganda islom bilan hech qanday aloqang bo'lmas, hayotingni Allohdan va diningni o'rganishdan yiroqda kechirayotgan bo'larding. Aslida bu juda kerakli turtki. Ammo agar bu katta imkoniyatni payqamasak, uni o'zimiz uchun azobga aylantiramiz. Barchasini eshitgandan so'ng Emre kitobni yopib, ancha yengil tortdi. Eng muhimi, u endi shaytonni ko'rdi. Endi xavotirlari uni to'xtata olmasdi. U barcha qo'rquvlarni ortda qoldirib, haqiqiy xotirjamlikni topdi. Ko'proq o'rgangisi keldi. So'ng u azon ovozini eshitdi. U va do'sti tahorat qilib, namoz o'qish uchun masjidga borishdi. Emre bir oz shubhalar his qildi, lekin e'tibor bermay davom etdi. Ularga e'tibor bermay o'ylashni to'xtatgan sari shubhalar kichrayib yo'q bo'lib ketdi. Masjiddan chiqqach, Emre do'stiga boshqa bir savol berdi. Men boshqa mavzularni ham o'rganishni davom ettirmoqchiman. Biz o'qigan kitobning nomi nima edi? Do'sti javob berdi. Qur'onning eng yaxshi tafsirlaridan biri Risola-i Nur kitobi. Ushbu video 21-so'zning 2-bo'limidan ilhomlanilgan. Muhokama qilingan asar Risola-i Nurning 21-so'z 2-bo'limidagi vasvasalar haqidagi qism. Bizning seriyalarimizdagi boshqa videolarni tomosha qiling.